Assalomu alaykum, hurmatli haydovchilar. 2025-yil 8-may kuni haydovchilar uchun kutilgan va kutilmagan yangilik e'lon qilindi. Yo'l harakati qoidabuzarliklarini jarima ballariga tortish to'g'risida hukumat qarori e'lon qilindi. Unga ko'ra, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 12 ta moddasida ko'rsatilgan 19 ta yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun jarima ballari qo'llaniladi. Demak, 1 yil davomida 12 balldan yuqori jarima ballariga ega bo'lgan haydovchilar sud tomonidan haydovchilik guvohnomasi bekor qilinadi, ya'ni haydovchilik huquqidan mahrum qilinadi. 1 yil davomida jarima ballari to'plamagan haydovchilarga ham rag'batlantirish ko'zda tutilgan bu qarorda. Qarorga ko'ra, jarima ballari yo'l harakati xavfsizligi xodimi tomonidan bevosita tuzilgan bayonnomalar asosida qo'llaniladi. Foto va video kameralar orqali aniqlangan yoki bo'lmasam multiradarlar orqali aniqlangan qoidabuzarliklar uchun jarima ballari qo'llaniladi. Demak, 1-iyundan bu hukumat qarori to'liq kuchga kiradi. Haydovchilardan yo'l harakati qoidalariga amal qilishni so'rab qolamiz. Yana ham ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun sahifamizga obuna bo'ling va videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.